Uyg'urlarning ichinishliq taqdiri, mashaqqatlik o'tmishning guvochisi, g'ulji yo'li. Bu yo'lda ulug' ko'sh-ko'shlarning beshida bo'lgan Seyit Muhammad Qoshi, Bilal Nazim, Alaxon Sultan qatoliq buyuk zotlarning izi qolgan. Şunlaşqa g'ulji yo'li biz uchun tabarruk ham muqaddas. Shu yo'l tufayli yuzlagan, minglagan qarindoshlarimiz taqdirining qara qismatidan jon saqlab qolgan bo'lsa, ba'zida yuzlagan qarindoshlarimizning nomizi mana mushu yo'lda bemezgil tushirilgan. Bugunmi uning Almuta Yarkent oralig'ida o'tmishning sadosi kelgandek pat-pat fojialar yuz berib turdi. Ya Rabbim, rahim qilgaysan, rahim qilgaysan, rahim qilgaysan. Chiqding bugun safarga, tirikchilikda yang turib, qaldi ketgan yo'lingga ata-onang telmirib, ko'zlariga yosh ilib, suyguning tanho qoldi, qo'llarini shiltib, o'g'il qizing muqoldi. Xudoyimga omonat deb qadamni boshlag'in, oldingdagi sirba yo'lga nazar tashlag'in. Bu yo'llar uzun yo'llar, bu yo'lda o'lim to'la. Atam qachon kelur deb kutar sabiy bolalar. O'rab shirin uyqular ushbu yo'llar qo'ynida, ketdi shumulib ko'zlar, olamdan bo'ldi juda. Shum ajal ilib ketdi, dillarni vayron etdi, kuyimchan ham qadirdan azizlar o'lib ketdi. Ah jafokash musofir, birni ishki etolmay, ne düşürdün tentirab, texi uyga yetolmay. Dua qilib so'rayli Allohdan omonlikni, yo'lda yurgan musofir ko'rmasin yomonlikni. Xudoyimga omonat deb qadamni boshlag'in, oldingdagi sirba yo'lga nazar tashlag'in. Bu yo'llar uzun yo'llar, bu yo'lda o'lim to'la. Atam qachon kelur deb kutar sabiy bolalar. Namın ulug' hey Allah, dua qilib so'rayman, yo'ldagi musofirning omonligini tilayman. Amin.